kechagi jalala va do'llardan keyin ayrim fermerlarimiz tomonidan noxush videolar kelyapti. Ya'ni dalani do'l urib ketgan, yo bo'lmasa sel bosib ketgan qattiq yomg'irlar bo'ldi. O'sha dalalar to'lib qoldi yomg'irga va endi nima qilamiz? Buzib ekanmizmi? Qanday bo'ladi deganda, endi paxta ekkan juda ham ko'pchilik fermerlar bu yil hosil sug'urtasi qilindi va bilib qo'yinglar, bu yil agar hosil sug'urtasini pulini to'liq to'lagan bo'lsanglar, ya'ni o'sha hosil qiymatini 1% to'liq to'lash kerak. Ayrimlar 0,5% yarmi to'lab qo'ygan bo'lishi mumkin. Lekin o'sha to'liq to'laganlarga hosil sug'urtasi to'lab beriladi. Buni bilib qo'yinglar. Tartibi qanaqa? O'sha hosil sug'urtasi saytiga kirib, ariza jo'natasizlar va albatta o'zingizlar uchun hududiy gidrometdan borib, demak, xatini olib qo'yinglar. Nimaga desanglar, o'sha xat ertaga sizlarni shu qutqaradigan narsa shu gidrometda har qatda shu kuni jala yoki shu do'l yog'di degan xatni beradi. Bu hosil sug'urtasida pul to'layotganlar uchun ham aslida ularni ham qutqaradi. Chunki ularni ham ertaga kelib tekshirganda shu prokuratura tekshiradi va nega sug'urta to'lading deganda mana o'sha yerda do'l yoqqan va shunga asosan pul to'laganmiz deb aytadi. Bu sizlarni ham ularni ham qutqaradigan narsa va albatta ariza berish shu sayt orqali agar eplolmasanglar hosil sug'urtasi deb yozinglar Telegramda o'sha poyskga kirasizlar, lotinchada yo bo'lmasam shu kirilchada hosil sug'urtasi deb yozsanglar guruhi bor. Alohida guruh ochganmiz. O'sha guruhga o'sha murojaatnomani yozib berasizlar. Falon hududdagi o'sha falonchi fermer shu kuni bizada do'l yog'di, kecha yo bo'lmasa shu o'zi 3 kun ichida murojaat qilish kerak. Do'l yog'di va kelib ekspert yuborib tekshirib ketishinglarni so'raymiz deb yozsanglar bo'ldi. Sizlarga odam boradi. Videoni o'sha fermerlarga jo'natib qo'yinglar, qancha ko'proq odam ko'rsa shuncha yaxshi. Endi albatta zarar ko'rganlar bo'ldi, siqilib yurganlar bor. Yetkazib qo'ysanglar, o'sha zarari qanchasidir qoplanadi albatta.